o'lim oxirgisi deb o'ylaymizmi? Yo'q. Birodarlarim, o'lim oxirgisi emas. Tanangizdan joningiz chiqqan vaqtida bilingki, siz uchun dunyo to'xtadi. Tanadan jon chiqqanda jonsiz tanangiz muzdek uyda yotadi. Issiq uyga olib kirmaydi. Toyinki o'sha g'assolni kutib yotadi. G'assol kelguniga qadar sizga o'raladigan kafanliklarni tayyorlab qo'yadi. Bizni olib ketadigan tobutlarni tayyorlab qo'yadi, tepalarini yopib qo'yishadi chiroyli qilib. Jondan ortiq suygan ahli ayolimiz, farzandlarimiz ko'zlari ishib ketgan holatda, yig'lagan holat tashqarida turadi. G'assol keladi. U shohmisan, gadomisan demaydi, boymisan, faqirmisan demaydi. Shuni axlatdan tozalab olib qorinni bitta bosadi, mayit qayerda deb turib. Shuni yuvadi, poklaydi, kafanlaydi. Kafanlagandan keyin aytadiki, endi tobutga olinglar deydi, mayitni deydi. Bir de domla keladi, 4 takbir janoza namozini o'qigandan keyin ana endi bizni qiyomatimiz boshlanadi. Rasululloh alayhisolatu vasallam hazratlari aytdilar, kishi uchun qabr yo jannatdan bir bog'chadir yoki do'zaxdan bo'lgan bir chuqurdir deb marhamat qildilar. Qabrga borib qo'ygandan keyin qabrda sekin ayvonni uradi, turpoqni sekin tashlab boshlaydi. Haligi turpoq tashlab borgandan keyin qoraga o'qib oring deydi. Mulk surasini domla o'qiydi, changitgan holatda lapatka bilan haligi ustimizga topirat turpoq tashlab boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo qishda mana bu yerni vaqtinchalik uxlatib, yozda qayta tiriltirganidek, bizni jonimizni olib, o'sha bizni ko'mib ketishgandan keyin qaytadan tiriltiradi. Endi qabrda imtihon bo'ladi. Man robbuk, robbing kim? Robbim Alloh deyishlik uchun Alloh buyurgan amallarni qilib qolishimiz kerak. Bu umrni g'animat bilishimiz kerak. Payg'ambaring kim desa, payg'ambarim Muhammad alayhisalom deyishlik uchun Muhammad alayhisalomning sunnatlarida qoyim doim bo'lgan bo'lishimiz kerak. Kitobing nima? Kitobim Qur'on deyishlik uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hazratlari buyurgandek Qur'oni Karimga muvofiq hayot kechirgan bo'lishimiz kerak. O'sha imtihondan o'tib olsak, Alloh taolo bizni yo jannatga qaratib qo'yadi yoki alamli azobga tashlab qo'yadi. Shoshilaylik o'lim kelishlikdan oldin tavba qilishlikka. Shoshilaylik namozlarni vaqti o'tib ketishidan oldin namozlarimizni o'qib olishlikka. Ramazon ro'zasini haqqini ado qilib tutyapmizmi? Yotib ketganimiz ochlikdan iborat bo'lyaptimi? Ko'zimiz ro'za tutyaptimi? Tilimiz ro'za tutyaptimi? Nafsimiz ham ro'za tutyaptimi? Bunga e'tibor qilaylik. Bizni o'zgartirsin tutgan ro'zamiz. Tarovehlarda necha rakat namoz o'qiyapmiz? O'sha namoz o'qigan paytda Allohning rahmati o'qilyapti, Allohning jannati o'qilyapti. Bu bizga ta'sir qilyaptimi? Ruhiyatimiz ozuqa olyaptimi? Bunga e'tibor qilaylik. Chunki ertaga muhtaram azizlar, ozgina fursatdan keyin birortamiz qolmaymiz. Tanadan jon chiqqandan keyin Alloh menga ozgina fursat bergan, 2 rakat namoz o'qib olay desa qaytarib bermaydi. Alloh bir kun bergan ro'za tutib olay desa qaytarib bermaydi. Alloh bir daqiqa bergan butun mol dunyomiz sen yo'lingda seni rozi qilish uchun sadaqa qilib olay desa imkoniyat bermaydi bizga. Demak, bugun bor bizda bu. Bugun foydalanaylik.